Do'stlar, assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mana biz nihoyat yetib keldik. Eng qiziq hozir qayerdamiz, do'stim? O'zbekchani tushunyapti. Bu qayerda? Ha? Uzbekistan restaurant. Jabr akamiz O'zbekiston. Jabr. Mana. Kechirasizlar, yaxshi. Alloh ibodat bilan qabul qilsin. Shu bolani qaynonamni kuzatardi. Ne edik? Erik Haydar. Alloh qodir qilib ko'rsatdi sizni. Rahmat, mana Bilolxon. Shu bola bilan rasmga tushing ko'rsiz deb iltimos qildi. Hozir o'tirib turib ko'rdim sizni. Assalomu alaykum. Qaynonamlar, uddalar. Shuncha o'zbeklar. Kelinlarim, ha. Yo'q. Va shu bolani ko'rsangiz rasmga tushing, sizni boshidan kuzatdim. Rahmat, xursand bo'lyapman. Yaxshi ko'raman shu bolani deydilar. 70 ga chiqqanlar. Rahmat. Shu bolani ko'rsangiz gapirib rasmga tushinglar, esdalik qolsin qaynonamlarga. Sadilar do'stlar, mana Bilol do'stimiz. O'zbeklar. Ismingiz nima? Nodirbek.